Bek umaq melimden birisi geldi kızlar. Ma gansarni kösanla bol şunchilik tirayliq. Ma gansar man keldi desem ishlamsa yo'qmi? Ko'rdingmi? Shunchilik tirayliq kelgan mana. Muşta keng ishtalar bilan kelsizlar, yubkalar bilan kelsanglar bo'lib o'tibdi qizlar. Mana hammasini keyga altın chiqirib turma. Ma alat ko'rsanglar mana. Yeng yo'qkan, o'bishimiz yo'qkan, ma oldi hollankan, oqkan, ko'kkan. Mu kilamni xonim deysizlar. Ma gansarni ko'rdingmi? Man o'zi lekin ma faqat ma turqiga boshqalarga mos keladi. Kızlar kiyemekde kes kılım. Ma gansarni kiygan qiz bola cho'qqin pirinchi rayizinglar. Buni kiygan qiz bolami ishkidan kiyib olgan. Shaxsan mening ishkisi bor. Qarisini endi bultun. Maniki big'irangni kiyib olgan. Maniki bu yil qarisini kiyib oldim. Ma malniki taqa pulsi bir ko'ch tushkuni yo'q. Chunki modadan qolgan bunda ishlari yo'q. Mana ko'rsanglar bo'ldi qo'ltiq ichilamda deganligi mana ko'tarib beray. Endi buni yo'ldishimni ko'rdi, aqllarimni ko'rdi. Bu bek unda menmi ishni qilmayman. Şuna körsanglar bo'ldi, men oldi Allah'ımı deb xeyli bijmalni ko'rdikansizlar. Men oldin mana jig'sanglar bo'ldi. Mash galg'ich jig'rasanglar bo'ldi buni. Şuna ba'zida kichiklarni kasta qilib qo'yib chiqib kiysizlar. Lekin mening tuyim kiygan chog'da ba'zanlar bek shu inch qo'lab ketsizlar. Gap qilib kelsam gapcha qizlar. Şuna müştamal ihtiyoji bor qizlar mani asli boshqalarni kiypagan bo'lsa, men ishdan bilan nega keldi. Bek bulutonglar mana belgi tushgan altın ko'rsanglar bo'ldi. Bek umaq oladigan xonim qizlar ma gansardan cho'qqin bir taldan kiyilinglar. Mening hammasini kiygan altın bir-birlab chiqirib turma. Anadagi men Yundongye degan qizlar Yundongye tunigimi dedim. Men Yundongyeni shu 80 kiloni qursiq kelmaydi dedim juma qizlar. Mening basini uzanchi bu mal bir yayliq pindoda ekepaqinglar. Ayad anç pulken, ayad manç pulken hep bana depemey onu. Ekip baksanlar buldu. Ekip bakıp benim elimi seliştirip bakıp anadaki onu bunu danla bulmasa. Xalqning milini onu bunu dep bakmanlar. Noçasanlar markasını seliştirip ilanlar cuma. Şuna mal so'raydigansizlar bir yillik bir bozor cho'glab bakmagandek sizlar bir uyda o'tirib lan bir ish qilgandeklar qilib nech pul deyotgansiz manch pul desa 6-jana paksdek yo'qolib ketdikansizlar. Sizlar qabul qilolmagandek bahadimiz satmatimiz. Bunda satadigan bo'lsak, men kunlar yangilik mal chiqdi deb kasildab men bekor deb qo'ymadimman. Anadekin men ishlamni bir kiyib chiqirib birdim qizlar faqat fursat bo'lmadi. Men bek aldirash olib boram deman, yo aldirash, men bek aldirash qilib boramda bu ishlar. Shunga tunigim tushdan keyin yangilik mallarim bor deb chiqirib birdim. Uni chiqirib bo'lmaydi qoldim qizlar. Meni raxt alomat payz chiqdi. Malning mana sifatini olasizlar. Şuna muqim do'konim bilan xotirjam zakaz bersanlar bo'ldi. Ma gansarni yiliqqa yo'qqolarim bag'a oyoq to'y chiqqan. Shuningga bulamdi. Yoki men bilan kelsan, ishni qilib ishchangni kuyib o'tib turgan mal. Buni har qanday shu kiyib baqqan qiz bola cho'qqim yezinglar peng uchunga. Sam yoz. Shunga mayad bir qiz bola bor. Bu qiz bola 2 tal kiyib olgan oqdan birni yan bir rang qilgan. Qorsi.